devastating earthquakes and seeking to obliterate the human race. I don't think we can rule out the idea that this is the work of highly advanced radiation for years. To'rtcho'ng madaniyatning hammasi shimoliy kenglik 30 gradusga markazlashishi faqat tasodibiy to'g'ri kelib qilishmi? To'liq o'tir maktab jug'rofiya darsligidagi yer tavrash balbig'i xaritasini varaqlasaqla bir g'alati parallel siziqini, ya'ni shimoliy kenglik 30 gradusni bayqaymiz. Insoniyatning taraqqiyot tarixidan qaraganda qadimdan tartib hozirgacha bo'lgan bu siziqning yuqori to'van to'lqini 5 gradus ichidagi balbig'ining hammasida ig'ir ofat yuz beradigan joylar bo'lib, yer tavrash, yanartog' dengiz toshqini, aeroplan tushib ketish qatorliqlarning hammasi mushu liniyaga markazlashgan. Yana To'rtcho'ng madaniyatli qadimiy davlatning hammasi shimoliy kenglik 30 gradus atrofida bosh ko'tarib chiqqan. Dunyodagi donliq daryolarmi mush kenglikda dengizga qo'yiladi. Masalan, Nil daryosi, Ifrat daryosi, Junguning Changjiang daryosi, Amerikaning Mississippi daryosi qatorliqlar. Dunyodagi yashkil bo'lmaydigan sirlarning ko'pinchisi bu kenglikka markazlashgan. Masalan, dunyo quruqlik markaziga silingan ihrom, tushunish tas bo'lgan shartallik odam yuzlik haykal, Shimoliy Afrikadagi Sahroyi Kabir qumliqi, o't ilohining mashili, xom rasmlari, okeanus, Babilonning boshliqidagi gulzorligi, rivoyatlarga cho'ng g'arbiy qit'a cho'kib ketgan joy, shundoqla kishini hayron qoldiradigan bir mudda dilchisi, sonsizlagan asrlardagi insonlarni hayron qoldiradigan madaniyat iznolari qatorliqlar mush yerda nimishqa bundoq ahvol yuz berdi? E'tibor bu faqat tasodibiy to'g'ri kelib qilishmi? Shimoliy kenglik 30 graduslik siziq aeroplan paraxotlar doim hodisiga uchraydigan joy bo'lib, olimlar bu rayonni halokat qaynamliq rayon deb atagan. Masalan, Boliniya atrofida bir mudda dilchisi, Yaponiyaning ajdaho uchburchak rayoni bor. Olimlar shimoliy kenglik 30 graduslik siziqda 5 normalsiz rayonda bo'lib qolmay, yana janubiy kenglik 30 gradus siziqdami 5 normalsiz rayon borligini bayqadi. Tang orliqlik tarqalishda 10 normalsiz rayon shakllanadigan bo'lib, agar bu normalsiz rayonlarni birlashtirsa, butkul yer shari 20 necha tang tarafli uch bo'longa bo'linadiganligini bayqadi. Shimoliy kenglik 30 graduslik siziq atrofidagi eng tipik siri yeshilmagan qurilish, dal Misrdagi ihromdan iborat. Olimlarning statistikasiga asoslanganda, agar ihromning ko'lami bo'yicha bo'lganda, agar Firavn hayot chig'ida o'zi uchun yasagan ihromning putganligini ko'ra olsa, u 644 yil yashagan bo'lar ekan. Shimoliy kenglik 30 gradus atrofidagi Himolaya tog'imi buningga tipik misol bo'la oladi. Chinxaysizning egizligi atrofidagi yer po'sti harakati eng jonlangandala Himolaya tog'ining ko'tarilishini keltirib chiqara oladi. Himolaya tog'ining ko'tarilib chiqishi yer sharidagi ba'zi quruqliklarning cho'kib ketayotganligidan darak beradi. Buning bilan paydo bo'lgan so'qilish kuchi orqali Himolaya tog'ining ko'tarilishi kelib chiqadi. Mayli boshqa qadimiy kitoblarda bo'lsin yoki Aristotel tilga olgan Atlantisning zodi mavjud yoki mavjud emasligi bo'lsin, bular insonlarga nihoyat cho'ng bir sirlarni qoldirgan. Shimoliy kenglik 30 gradusda yana Chentangjiang daryosi to'lqini, Shinnongjiang Xiju jilg'isi, O'lik dengiz, Mariana dengiz jilg'isi, Qo'yanxu ko'liga o'xshash nurg'un manzara rayonlari shakllangan. Biz insonlarning yeziq orqali madaniyat xotirligiga vaqtimiz 2000 yildan oshmaydi. Lekin 7000 yil ilgari Misrliklar al-ihrom yasagan. Atlantik okeani tagida 10000 yil ilgariki nafis mis buyumlar bayqalgan. Dunyoning har qaysi yerlarida 20000 yil ilgariki temir mix, 30000 yil ilgariki tom rasmlari va 40000 yil ilgariki qo'yqonlarning so'naklardan o'tgan o'q to'shki bayqalgan. Bu ziddiyatlik tarix izchil bir faktni ko'rsatib berdi-ki, ya'ni bizdan burunmi texmo ilg'or texmo yuqori darajalik madaniyatning 30-40 ming yillar burun paydo bo'lgan va ma'lum sabablar tufaylidan ashu yuksak taraqqiy qilgan madaniyatning bir kechada tuyuqsiz nasl qurib ketgan bo'lishi mumkin. Shimoliy kenglik 30 graduslik rayon dunyo urush tarixi bilan munosabatli. Ya'ni 2 dunyo urushi mezgilida Amerika suvosti paraxotining 5dan 1 qismi 52 aeroplani urush qilmaylar shimoliy kenglik 30 graduslik dengiz tavallikida g'ayriy sababdan yo'qolib ketgan. Shimoliy kenglik 30 graduslik bu siziq atrofida yuz bergan g'alati ishlarni sanab tugatkili bo'lmaydi. Bu hargizmo tasodibiy to'g'ri kelib qilish emas. Biz biror kuni olimlarning ularni yechib chiqishini umid qilamiz. Tabiat dunyosida biz insonlar oldin bilolmaydigan ishlar yana nurg'un. Insonlarmo tabiatning mas'uli. Shunga tabiatning cho'ngligi bizning tasavvurimizdan eshib tushidi. Yoqtirgan bo'lsangiz, anastidagi xanzuchi e'lonni chekib qo'ying. Bu mazmun sinchoq saloni tarafidan tayyorlandi. Boshqa har qanday salonlar ko'chirganda manbani eskarting.